o'sha oiladamiz. Xushnudbek, Muhammad Yusuflarning oldidamiz. Faqat bularda onasi kimligi, qayerda yashashliklarini hali ko'rsatmagandik, aytmagandik. Faqat tanganing birinchi tarafini ko'rsatdik xolos. Ikkinchi tarafi bularda onalarini yashaydigan joy, ya'ni bular ham yashaydigan joyni ko'rsatamiz. Yuzidagi ichkarilarni ko'rdingiz. Ahvollari o'ta arang holatda. Gilam, hech qanaqa turetskiy gilamlar yo'q. Qanaqadir pardalar yo'q aka, qanaqadir smart televizorlar yo'q. Mebellari yo'q, qanaqadir attachento, ortopediskiy degan nimalari yo'q aka. Oddiy holat. Shu oilaga, shu narsaga, shu sharoitlarga ko'nib yashayotgan ona, 3 ta farzandi bilan. Eri yo'q. Holatni ko'rdim aka. Men aytganingizda bu darajada deb o'ylamadim. Lekin ahvol juda achinarli. Juda men ko'rib, hatto ovqat qiladigan pechkasini ham ko'rdim. Endi qishda, yozda bitta anaqa ishlatadi. Azizlar, yaqinlar ehson qiladigan joy ekan. Biz yurganmiz ekan bunaqa. Haqiqatan shunaqa sharoitda yashaydigan insonlar bor ekan. Xohlasa aka, ko'rdingizda gazi bor, na o'tinlari bor. Bundan oldingi videomizda o'tinlarni daladan terib kelayotgan joyini qo'yganmiz. Bu real hayot. Qishda, yozda ham shu o'cha pechkada qilishadi, hech qanaqa tepasida yomg'irda ham, quyoshda ham, issiqda ham. Manaqada usti ham panamas. Bu yetim bolalarga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ehsonimizni, uyimizni solib nimasidamiz, niyatidamiz aka. Sizdan xursandmiz safimizga qo'shilganingizdan. Rahmat shunchalik, lekin aka shunaqa insonlarni uyiga chaqirmasangiz xafa bo'laman. Biz ham qo'ldan kelgancha Alloh uchun Xudo xolasa. Azizlar, yaqinlar ehson qiladigan joyi, kimni qo'lidan qancha kelsa, kimni qancha yordami bo'lsa, shu opamizni kartalarini qo'yib qo'yamiz. Aka, Abdulloh aka, saxiy boylar, saxovatpesha insonlar ko'p, Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Videoni o'tkazib yubormaydi degan, befarq bo'lmaydi degan umiddaman bu holatga. Xudo xolasa befarq bo'lmanglar bu oilaga. Xudo xolasa qo'lingizdan kelgancha yordam ehson qiladigan bo'lsangiz, bu oilani, bu farzandlarni ham yaxshi yashashlikka haqqi bor. Bu uylarini zo'r qilib beramiz. Uylarini juda ham ideal holatda, o'zlarining kuxnalari bo'ladi, o'zlarining yotoqxonalari, divanlari bo'ladi, o'zining pardalari, gilamlari bo'ladi Xudo xolasa. Bu oilada hozir aytayotgan narsalar hech qaysisi yo'q. Lekin siz sababli, biz sababli bu narsalarga bu oila erishadi Xudo xolasa. Salomat bo'ling.